Shvetsiyadagi Shvetsiyada ishga borishni ko'rsatmoqchiman keyin. Ishga mashinada qatnayapman hozircha, chunki shamollab qolganman. O'zi Belikda ham qatnasa bo'ladi. Belikda qatnash yaqinroq, mashinada qatnagandan ko'ra. Lekin mashinada qatnayapman hozircha. Salqin tushib qolgan, tashqarida 2 gradus ko'rsatyapti hozir. 2 gradus hali ham minus havo emas. Yo'llar buzilmagan. Quruq hali hamma joy. Kunduz kuni 14-15 gradus bo'ladi, issiq bo'ladi. Hozir ertalabki soat 8. Bolalarni maktabda qoldirdim, ikkalasi bitta maktabga boradi. Maktab uyimizga juda ham yaqin. Mashinada 5 minut. Hozir men yo'lda ikkita simni ustidan o'tib ketdim, ko'rdinglarmi? Bu mashinalarni sanaydigan apparat. Nechta mashina o'tganini sanaydi. Bu kruk. Shvetsiyada kruklarni ko'p qurishadi. To'g'ridan to'g'ri kesishmalarni kamaytirishadi. Maqsad o'sha yo'llar to'g'ri kesishmasin. Mashinalar to'g'ri kelmasin katta tezlikda deb qilishadi. Krukdan chiqishda bu yerda pоворот yoqish kerak. Mana oldinda traktorcha kelyapti. Orqasida uzun bo'lib marshutkalar bolalarni tashiydigan. Kutishadi. O'tib ketmaydi. Mana hozir ikkitasining ustidan o'taman. Mana bu joyda. Mana digir o'tib ketdim. Ikkitasi. Uning ichida sensorlar bo'ladi, sanaydi. Nima haqida gapirayotgandim? Esimdan tushib ketdi. Xullas, ishga ketyapman. Belikda borsa ham bo'ladi, mashinada ham borsa bo'ladi. Ba'zi paytlarda Belikda borgan tezroq bo'ladi odam keyin mashinada borgandan ko'ra. Ayniqsa yo'lda probkalar bo'lsa, probkalarda tez boradi. Mana bu to'g'rimizdagi oldindagi yo'l kesishmasi velosiped peshixodlar bilan katta yo'l kesishmasi. O'shaning uchun mana oldiga lejachий politsiyskiy qo'yganda sekinroq o'tadigan qilib qo'ygan. O'tib ketdi lejachий politsiyskidan. Chunki bu Belik yo'li asosiy Belik yo'llaridan bittasi shaharda. O'sha markaz bilan bog'laydi, o'shaning uchun kesishmalarni xavfsiz holga keltirib qo'yishgan. O'ng tarafda ko'rinyaptimi yo'qmi? Belikda qatnashyapti odamlar. Shahar markaziga borsa bo'ladigan 2-3 yo'l bor. Hozir shahar halqa yo'liga kiraman. Kichik halqa bor, katta halqa bor bu yerda. Xuddi Toshkentga o'xshagan. Kichkina halqa, katta halqa. Chiqib keta olmadi mashina. Mana yana sanaydi, digir. Mana sanaydigan apparatdan simsidan o'tib ketdi. Mana hozir bu to'g'rida katta halqa yo'li. O'sha halqa yo'liga tushib olamanda juda tez yuraman. Video ham qisqa bo'ladi shunga yarasha. Menimcha uzmasdan qo'ysam kerak. Yo'lda ba'zida o'chirib ko'payib ketadi. Halqa yo'lda mashina to'xtamasdan o'tadi. Boyagi turgan svetofor ishlamayapti emas, ishlaydi u svetofor. Avtobuslarga avtobus kelsa o'sha joyda bilmadim, avtobus sensori bo'ladimi? Avtobusga yashil yonadi, narigi tarafga qizil yonadi. Bo'lmasa boshqa paytda ishlamaydi, o'chib turadi. Mana hozir halqa yo'lda ketyapman. Tezlik 70 bu yerda. Ikkita polasa. Chap tarafda natur rezervat, qo'riqxona. O'ng tarafda ko'ryaptimi yo'qmi? Katta qurilish bo'lyapti. Bu yerda 800 ta xonadon mo'ljallangan ko'p qavatli uylar quriladi. O'sha tayyorgarlik ishlari ketyapti.
shoshmasdan haydashga harakat qiladi. Mashinasi ko'p holatda. Mana masalan hozir bu yerda ikkita polosaga yo'l ochildi. Birdaniga yonidan qo'shib solib ketmaydi-da. O'zini polosasida ketadi. O'ng taraf bo'sh turibdi. Chunki sal oldinda mana zamok belgisi bor, qizil belgi. Qaysi biri kirib, biri chiqishni ko'rsatadi. Navbat bilan kiriladi. Yo'lda yana krok. Hozir chap tarafimiz shahar tashqarisi. Bu ekranskop deydi. Ya'ni Emanzor. O'tib ketdim. Orasidan tiqilib o'tib ketdim. Bu yerda ikkita polosa boshlanadi. Hozir navbat yo'q. Ba'zida bu joylarda juda ham navbat kuchayib ketadi-da. Haydovchilar ham chap tarafga ko'p navbat bo'ladi. O'ng tarafda bo'lmaydi. Chunki o'ng taraf shaharga kirib ketadi. Chap taraf o'sha halqa yo'li bilan yurib ketadi. Shahar tashqarisida. Bugun hozir sal kech chiqdim shekilli, sal vaqtli chiqdim shekilli. Navbat kam. Yana bitta krok. Krokda yurganda glavniy hisoblanadi. Krokka kiruvchilar krokka kirganlarni o'tkazib olish kerak. Bir krokda ichida ikkita polosa bo'lsa, agar ikkinchi polosadan kelayotgan bo'lsa odam, ikkinchi polosadan chiqib ketish kerak. To'g'riga ketayotganda. Birinchi polosadan kelayotgan bo'lsa, birinchi polosadan chiqib ketish kerak. Krokda ichida polosa almashganda ham pоворot yoqish kerak bo'ladi. Krokdan chiqishda ham pоворot yoqish kerak. Yoqmasa shtrafi 800 kron. Lekin kamdan kam menimcha bo'lmagan holat polis olmaydi shtraf. Mana hozir men tiqilib kelib yonimdan o'tib oldi, mayli o'tkazib oldim. Bu yerda ozgina anaqacha bo'ladi. Probkacha bo'ladi, chunki oldinda peshexodlarni, beliklarni o'tkazib oladigan yo'lakcha bor. O'sha yo'lakchadan doim velosiped kelgani uchun mashinalar sekin-sekin to'xtab o'tadi. Hozir kuz, mana bu oktyabr oyi tugagandan keyin noyabr oyidan boshlab qishki shinalarga o'tiladi. Ya'ni mashinani shinasini almashtiradi qishkiga. Ba'zida shipligi bor, unda kichkina temirchaligi bor, ba'zida esa temirchasiz qo'yishadi. Manaki bu safar temirchasiz, o'tgan safar temirchaligida. Noyabrda o'zi almashtirishim kerak bo'ladi. Qonun bo'yicha 1-dekabrdan 31-martgacha avtomobillarda qishki shina bo'lishi shart deb aytilgan qonunda. O'sha paytda agar yozgi shina bilan polis ushlab olsa, katta shtraf soladi. Bu shaharning ichi. Mana o'ng tarafda belgi ko'rinyapti, 30 belgisida tagida chuqurchani belgisi bor. Keyin Yellervid hastighetsgräns o'rtiradilsa deb yozib qo'ygan. Ya'ni 30 km/soatga tezlikdan ko'proq yursang deydi, mana o'rtada bir chuqurcha bor, o'sha ochiladi. Mana oldindan mashina o'tib ketdi, temir qopqoq. O'sha ochilib mashina chuqurga tushib o'tadi. Gup-gup qilib. Shuning uchun 30 da haydashga majbur bo'ladi odam. Bu yerga svetofor ham kerak emas, odam yoki anaqa tezlikni o'lchaydigan apparat ham kerak emas, chunki tez haydasangiz mashina chuqurga tushib ketadi. Gup-gup. Bu yoq ham shahar. Shahar kvartallarga bo'lingan. ishlaydigan joy
park deyiladi. Ishlayman. Mana bu yaqinda asfalt bo'ldi. Oldin sal yo'llar sal yamasi bor, hozir to'g'rilab qo'yishibdi. Yorilib ketgan. Chiqing aka, chiqing, siz o'ng qo'ldasiz-ku. Mana bu avtobuschilar qo'lni ko'tarib qo'ydi. Bular marshrutkalar bolalarni olib yuradi. Boyagi nogiron bolalar hammasini bu yerda davlat maktabga borib, maktabdan olib kelib qo'yadi. Yoki bo'lmasa agar 5 kilometrdan uzoq bo'lsa maktabi, boradigan maktabi, mana bu yerdan ko'ryapsiz. Marshrutkachalar yuribdi. Bolalarni olib borib qo'yadi maktabga. Agar 5 kilometrdan uzoq avtobus yuradigan bo'lsa, avtobusga bilet beradi jamoat transporti. Ba'zi hollarda jamoat transporti yurmaydi. Unda avtobus olib qo'yadi. Chap tarafda oq mashina musor so'rib olyapti. Turbalardan, mana domlardan tushgan musorlarni so'rib olib ketadi. Yuring, xola, yuring. Hali zebra chizilmagan, lekin ana belgisi turibdi, sekin o'tish kerak. Juda yaqin, hozir bilmadim qancha, 10 minutdan ketmadi. Mana chap tarafdagi bir qavatli turgan bino hammasi buziladi. Mana zamonaviy uylar quriladi yaqinda. Mana bu esa bizning parkovka garajimiz. Parkovka platniy, soati adashmasam 10 kron, agar 20 kron bo'lsa 15 kron bo'ladi soati. Har bir kron 300 so'm hisoblab olasiz o'zingiz. Endi men abonentskiy sotib olganman, oylik bilet sotib olganman. Kamera ko'rib o'qiydi-da, ochib yuboradi. Abonentskiy degani o'sha bir oyga to'lanadi. O'sha bir oyga to'lanib, o'sha bir oy ichida hafta kunlari ertalab soat 7 dan kechqurun soat 9 gacha, 19-7 gacha mashina qo'yish mumkin bo'ladi. Abonentskiy 800 kron turadi bir oyga. 800 kron juda qimmat. 100 yevrodan oshadi-da. 100 yevrodan emas, 80 yevro bo'lar ekan. 1 milliondan oshadi so'mda. Mana yashil chiroqlar bo'sh joy bor deb ko'rsatib turibdi. Tepada 4 ta joy bor deyapti. 2 ta invalidlar qo'yadigan joy. Qolgan 4 ta normal joy bo'lishi kerak. Juda ham tor parkovkalar. Ehtiyot bo'lib haydash kerak. Mashinani ehtiyot bo'lib qo'yish kerak. Ehtiyot bo'lib qo'ymasangiz taq urib olasiz. Mana yerda hozirda bo'sh joy qo'yish kerak. Mashina parkovka sensori bor. Shunda ham juda ehtiyot bo'laman, chunki qirib olish hech gap emas. Mashinani qirib olish mumkin. Falokat yana chiziq ichiga qo'ymasa shtraf ham solib ketadi. Menimcha qo'ydim deb o'ylayman. Chiziqga tushibdi, hozir ko'rsataman. Mana chiziq. Mana chiziqqa tushish kerak. Yana shu ko'rsatay. Ancha oldi chiqib qoldi o'zim. Nechun? Bunga shtraf solmaydi. Shunday ishga mashinada kelish. Bezakchani olamiz. Garaj. Bu tepamizda domlar. Ishxonamizda tagida ham parkovka bor. To'lib qolgan bo'ladi hozir. Mana uy tagida ham parkovka bor. Boya 8 kronga 4 ta parkovka bor bu atrofda. Hammasi kiradi. Odamlar birlikda kelishyapti. To'g'ridagi bizning ishxona.
ikkita eshigi bor kirishda. Kod bilan kiriladi. Bu yangi qurilgan rayon. Atrof. Orqasida maktab bor, ishxona orqasida. Shunday gap. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Ko'rishguncha.